Assalomu alaykum do'stlar. Va nihoyat men shartga tayyorman. Bilasizlar, 48 soat qayerda efir qilay, o'chirmasdan degandim. Ko'pchilik o'rmonda dedi, lekin do'stlar, Abu Dabida men o'rmon topolmadim, to'g'risi. Bor ekan, lekin javobgarligi bor ekan. Yonib ketsa yo biror narsa bo'lsa, menga bo'ynimga qo'yib yuborish mumkin ekan. Shu sababli do'stlar, rozi bo'lsalaring, men 48 soat efirimda, Instagramdagi efirimda dengizda bo'yida qilmoqchiman. Har xil voqealar bo'ladi, inshaalloh do'stlar, kuzatib turinglar. Alloh o'z bilan. Sizlar qo'llab tursalaring, inshaalloh hammasi yaxshi. Efirda zo'r yangilik, surpriz, sizlarga zo'r sovg'alar bor. Do'stlar, qaranglar. Do'stlar, sizlarga keyin katta yangiligim bor. Bilasizlar, akkauntimning tagida Raya O'zbekiston degan ambassador bor, homiy. Ustiga bitta bosasizlar, 31 mingta odam bor. Mana shu inson qachon 500 mingta bo'lsa, bizga katta yutuq bo'ladi, do'stlar. Obuna bo'lib efirga kiringlar. Men sizlarga kartalaringga yutuqli o'yinlar qilib 100 mingdan 1 milliondan har xil yutuqlar tashlab beraman do'stlar. 100%. Mana shu inson qachon 500 mingta bo'lsa, bizga katta sovg'asi bor ekan. Ko'ramiz do'stlar, poddesh qilib boringlar. Keyin do'stlar, bir narsa aytmoqchiman, bir narsa bo'lib qolsa yoki nimadir bo'lsa, hammasiga o'zim javob. Men o'zim bo'ynimga olaman do'stlar. Bu yoqda nima bo'lishini bilmayman. Kechasi qolib ketaman. Davay do'stlar, bo'lmasa mana shu Raya O'zbekistonga obuna bo'lib, poddesh qilib turinglar. Videoni ulab qo'yaman, ko'rasizlar. Do'stlar, qachonki 500 mingta bo'lsa, bizga zo'r yangiligi va sovg'asi bor ekan, ko'ramiz do'stlar. Bosib boringlar. Beshigimiz uzra bedorana bo'lib, kunimizga yaragansan o'zingizni. Oq yurgakka o'ragansan o'zingizni. Oq yuvib oqtaragansan o'zingizni. Beshigimiz uzra bedorana bo'lib, kunimizga yaragansan o'zingizni. Adoy bo'lgan seni O'zbekiston, hech kimga bermaymiz seni